Ha, shekilli, inqirozga yuz tutdik. Afsus, endi juda kech. Nima qilish kerakligini bilgim kelardi. Topus Terentus yo'q bo'lib ketadi. Taqdirimizni hal qilib harakatga o'taylik. Hernival va uning oilasi boshimizda bo'lmasa, olamimiz xavf ostida qolgani uchun bir fitna uyushtirdim. Tug'ma huquqimizni himoya qilish uchun, Topus Terentusni qutqarish uchun keling bir bitim tuzaylik. U bizga xiyonat qildi. Hammamizni yo'q qilmoqchi. Kim? Kim? Dahshatlar shahzodasi. U odamlarni sevadi, ularni o'rnimizga qo'ymoqchi. Uni dastidan erishgan har bir yutug'imiz havoga sovriladi. U bizga xiyonat qildi. Xiyonat bu olamni vayron qilmoqchi. U bizga xiyonat qildi. Hammamizni yo'q qilmoqchi. Kim? Kim? Dahshatlar shahzodasi. Erkaklar va ayollar, barcha jonzotlar o'z haddini bilmaydi. O'zlarini yodiy dunyolarida o'zlarini muhim hisoblashadi. U bizga xiyonat qildi. Bizni tushlarga qamab qo'ymoqchi. U bizga xiyonat qildi. Bizni qamab qo'ymoqchi. Kim? Kim? Dahshatlar shahzodasi. Qirol tufayli surgun bo'ldik. Taxt va qonun tanimas bir qabila edik. U bizga xiyonat qildi. An'analarimizni yo'q qilmoqchi. U bizga xiyonat qildi. Bizni jimgina o'tirishga majburlamoqchi. Kim? Kim? Dahshatlar shahzodasi. Harakat vaqti keldi. Qirol va qirolichani tutaylik. Endi bizni boshqa birov boshqarsin. Nima deysizlar? Men bilanmisizlar? Bu qo'zg'olonni to'xtating. Yolvoraman, aql bilan ish tuting. Bu gaplaringiz xiyonat hisoblanadi. Biroz or-nomus qiling. Nihoyat. U yechim izlayapti. U yechim izlayapti. Dunyomizni qutqarish uchun. U yechim izlayapti. Hammamizni foydamiz uchun. Kim? Kim? Dahshatlar shahzodasi. Asmedia.net saytida. Uni qo'yib yuboring, xoinlar. U bizga xiyonat qildi. Hammamizni yo'q qiladi. Kim? Kim? Dahshatlar shahzodasi. Ularni taxtdan ag'daraylik. Ha! Men bu yerga avval ham kelganman. Yana kishanband bo'ldim. Men bu yerga avval ham kelganman. Ko'zlarim umiddan ko'r bo'ldi. U menga xiyonat qildi. Xoin, bunday bo'lishini hech kutmagan edim. U menga xiyonat qildi. Unga ishonishim mumkinligini aytgan edi. Kim? Kim? Kabuslar shahzodasi. Tinchlaning. Dunyomiz yana oyoqqa turadi. Boshqa yo'ldan olg'a boramiz. Ertaklar haqiqatga aylanadi. Uni odamzod qizi yozib beradi. U boshqa bir yechim topdi. Dunyomizni qutqarish uchun. U boshqa bir yechim topdi. Hammamizni foydamiz uchun. Kim? Kim? Kabuslar shahzodasi. Qirolligim inqirozga yuz tutdi. Oilam xastalik to'shagida.
Frankeldani yo'qotdim. Hammasiga o'zim aybdorman. Men xoinlarning shohiman. Men bir umidsizman. Xoinlar shohiman men. Bunga mening sharmandaligim sabab. Kimsan o'zi? Dushmanlar shahzodasi Topus Terentusni qutqarish uchun kel bir bitim tuzamiz. Qani, u bizga xiyonat qildi. Bu olamni vayron qilmoqchi. U bizga xiyonat qildi. Hammamizni yo'q qiladi u. Kim? Dushmanlar Dushmanlar shahzodasi.